Rahman va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Ramazon maktublari 7-qism. Ramazon o'zgarish va o'zgartish oyidir. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man lam yad'u qawla zurri wal amali bihi, falaysa Allahu hajatun fi ay yad'u ta'ama va sharaba." Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Bir inson yolg'onchilikdan o'zini tortmasa, u odamning yeyish-ichishni tark qilishida Allohning hech hojati yo'qdir. Ta'ala fajtanibu rijza minal awthani wajtanibu qawla dhurri hunafa'a lillahi ghayra mushrikina bihi wa man yushrik billahi faka'annama khayra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Butlardan iborat maynachilikdan uzoq turinglar. Shundaqla yolg'onchilikdan saqlaninglar. Allohga sherik qo'shmasdan Allohga eng to'g'ri bir shaklda ibodat qilinglar. Allohga sherik keltirgan inson go'yoki osmondan yerga tushib ketgan, ondan uni yirtqichlar yeb tetib tashlagan yoki shamol uzoq bir yerga uchirib ketgan bir insonga o'xshaydi. Haj surasi 30-31-oyatlar. Qur'on koinotning sharaf iftixoridir. Allohning kalomidir. Har narsani sharafli qilgan Ramazonni muqaddas qilgan dal bu ilohiy maktubdir. 1. Qur'on Jibril alayhisalomni malaikalarning amini qildi. Farishtalarning amini insonlarning aminiga elib tushdi. 2. Qur'on nozil bo'lgan Makkani madaniyatlar va shaharlarning onasi qildi. 3. Qur'on Abdullohning o'g'li Muhammadni olamga rahmat bo'lgan bashariyat elchisi qildi. 4. Qur'on Muhammad alayhisalomning ummatiga nozil bo'ldi. Ularni ummatning eng yaxshisi qildi. 5. Qur'on Ramazon oyida tushdi. Ramazonni ulug', muqaddas, shundaqla oylar sultoni qildi. 6. Qur'on Qadr kechasida nozil bo'ldi. Bu kechani 1000 oyga, ya'ni bir umrga 83 yilga teng qildi. Qur'onsiz yashagan bir umr, bir kun yoki bir qancha soatga teng. Qur'on bilan yashagan bir kecha bir umrga tengdir. Undaqda Qur'on bizning qalbimizga tushsa, mustahkam o'rinlashsa, bizni qanday qiladi? Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aytuhu khashi'an mutasaddian min khashyatillah va tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'annahum yatafakkarun. Hashr surasi 21-oyat. Agar biz Qur'onni toqqa tushirgan bo'lsak, Allohdan aymanganligi uchun yerilib ketganini ko'ratdim. Buni insonlar tafakkur qilsin uchun misol orqali tushundirdik. Munojat. Qalb xanjirimni sug'arg'in. Dasturay bir sahar vaqti hayitga. Ishg'oldiki ana vatan tuproqlarga. Kun chiqishdan burun hayitga har toshning ostiga bir yulduz ko'mibdi. Har oilada bir cho'shqini jasus qo'yibdi. Tog' daryolari, bog'u bo'stonlar orasidan bir qamchi ovozi, ezilganlarning dod faryodi hayitga. Janggohda otlarni qachon ko'rganding hayitga? Qachon so'yganding Sobit domollam, Abduqodir domollamning lavlarini hayitga? Seni chaqdi, xarob qildi. Tajovuz va vahshat atashlari bilan seni yoqdi hayitga. Saqla kut. O'g'lonlaring seni unutmadi hayitga. Kut Ramazonni kut, bayramni kut. Samoni kut, oshiqona chilingan sapoyini kut hayitga. Shahru Ramazan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sura Baqara 185-oyat. Bu ulug' Qur'on nozil bo'lgan Ramazon oyidir. Bu Qur'on insoniyatga yo'l xarita edi va insoniyatning istiqbol bayonoti edi. Haq bilan nohaqni ayiruvchi edi u Qur'on. Ramazon. Yo'lmisan, yo'lchimisan, borg'uchimisan, yong'uchimisan, olg'uchimisan, berguchimisan. Sen insoniyatga har narsani berding. Chunki Qur'on har narsa edi. Har narsaning eng yaxshisi edi. U Qur'on sizlar jo'g'lagan narsaning hammadan yaxshidir. Yunus surasi 58-oyat. U Qur'onda Fatihatul Kitob, Ummul Kitob, kitobning onasi bordir. Har narsaning siri ochquchisidir. Qasr imoratlarning emas, koinot qasrining sohibi bo'lgan insonning qalbi siri va ochquchisidir. Qur'on Allohning insonlarga avatgan maktubidir.
ushbu maktubi bilan insonga xitob qilgandir. Qur'on o'qimoq Alloh bilan pichirlashmoqdir. Dillarga shifo, tillarga dostondir. Undaqda xush kelding Ramazon, bizlarga sharaf berding Ramazon. Ro'zani nima buzadi deyilsa, insonning insonligini buzgan har narsa ro'zani buzadi. Zulm, haqorat, g'ayvat, shikoyat, tuhmat, qarlash, shundaqla boshqalarning moddiy va ma'naviy haqqiga tajovuz qilish Ramazonni sundiradi. Tishimning qetida qolgan tomoq ro'zani buzamdi. Yuyinsam ro'zam sunamdi. Og'zimga misvoq qilsam yoki tish cho'tkisi ishlatsam ro'zam buzilamdi. Hukul ursamchu degandek savollar so'riladi har doim. İnsanның qiniga, jiniga, yuz obro'yiga tegsam Ramazon buzilamdi. Yetimlarga qaramasam-chu, hurlikim, hurriyetim uchun xizmat qilmasam-chu, o'zimni bilsam, o'zgini qo'ysam, mazlumlar bilan ishim bo'lmasa, zolimlarga yontayoq bo'lsam-chu, jonivordekli yesam, ichsam, uxlasam, qupsam, umumning ishi bilan korim bo'lmasa, ro'zam buzilamdi deb so'ramaydi hech kishi. Nima bo'ladi bizlarga ularni o'rgatgan? Ramazon xulosa. Ramazon iyi o'zgarish, o'zgartish, oqirish, oqartish eydir. Ramazon taqvoliq, mas'uliyat eydir. Ramazon ta'lim, tarbiya, ilm, ma'rifat va madaniyat eydir. Ramazon to'g'ri qaytish, to'g'rini tepish, o'z-o'zini so'roq qilish eydir. Ramazon tavba qilish orqali poklanish eydir. Ramazon duo va zaru qilish orqali yaratquchi bilan pichirilish eydir. Ramazon ibodat eydir. Ramazon marhamat, haq-huquq, adolat va barobarlik eydir. Ramazon Qur'on eydir. Ramazonning Qur'oni bo'lishi, uning sulton bo'lishining, ulug' muqaddas bo'lishining tub sababidir. Alloh bu Ramazonni haqqi ma'nosida bajarganlardan aylasin.